Zodi kim yer sharni qo'dab turibdi? Bunday ishni avval sizdan bermasini so'rab boqay. Sizdan o'ta qanday usul bilan yer sharni eng tez suratda vayron qilib o'tgan bo'ldi? Yadro qurolimi yoki virusmi va yoki geologik ofatmi? Mayli siz qaysi xil usulni tanlang, ular qisqa vaqt ichida yuz bermasligi mumkin. Biroq meteoritlash bo'lsa eng tez suratda yer sharni vayron qilib o'tadigan narsa bo'lishi mumkin. Agar Meridiani 1 metr atrofida bo'lgan meteoritlash yer shariga soqilgan bo'lsa, undaqda bizning hech qanday qarshilik ko'rsatishimizning zaruriyati yo'q. Chunki atmosfera uni kuydirib kul qilib o'tishi mumkin. Agar diametri 10 metrdan 100 metrgacha bo'lgan meteoritlash yer shariga soqilgan bo'lsa, undaqda yer yuziga nisbatan nihoyatda cho'ng ta'sir bo'ldi. Agarda u soqilgan bo'lsa, biroqla Angliya zaminchilik o'xshash oroldan birini vayron qilib o'tishi mumkin. Bundaq meteoritlashni cho'qim oldin bayqashimiz kerak. Hamda atmosferaga kirishdan burunla sun'iy amroq boshqarilgan bo'lmasa orqali vayron qilib o'tishimizga va yoki yurish yo'nalishini o'zgartirib o'tishimizga to'g'ri keldi. Mujinda qilgandala so'qishning kuchini ozaytib bo'ldi. Lekin bu xil amalni ishga oshirishning qiyinlik darajasi nihoyat yuqori. Chunki agarda biz qo'yib bergan eng tez suratdagi boshqarilgan bo'mni balkim meteoritlashning tush suratiga yetish bo'la olmasligi mumkin. Va balkim biz boshqarilgan bo'mni qo'yib berishdan burunla yer shariga tushib bo'lishi mumkin. Uning ustiga bir dona boshqarilgan bomba bu vazifani o'rindab bo'la olmasligi mumkin. Az bo'lgandimi balkim minglagan, 10 minglagan boshqarilgan bombani qo'yib bergan bo'lsak, balkim birarsi tegib qolishi mumkin. Undaqda Meridiani 1000 metr atrofida meteoritlash tushsa qanday bo'ldi? Buni asara qilib deganda buning qanday yerga soqilishini o'ylashimiz. Balkim hayotlik bo'lib qolsa hayot qilish mumkin. Lekin bunda qolishining mumkinchiligi nihoyat tuban. Agarda diametri 10 kilometr atrofidagi meteoritlash tushsa, dinozavrlar dal mushundaq bo'lganlik tufayli nasli qolib ketgan. Hatto balkim butun dunyo 100 ming yillik muzira davriga elib kirishi mumkin. Agarda diametri 100 kilometrlik meteoritlash bo'lsa, buni o'ylab yetolmaymiz. Balkim yer shariga soqilibla vayron qilib o'tishi mumkin. Taleylik yer shuki, olimlarning tekshirib tadqiq qilish natijasiga qaraganda diametri 1000 metrdan ortiq meteoritlashning 100 ming yil ichida yer shariga soqilish nisbati nihoyat tuban ekan. Biroq Meridiani 10 necha metr, hatto 10 kichik meteoritlashlar hozir bizga nisbatan yushirin xavf olib keldi. Tekshirib chiqish nihoyat muhim to'xtaydi. Ularning soni nihoyat ko'p bo'lishi mumkin. Necha ming yillik yushirin meteoritlashlarning zoti qayerda ekanligini biz aniq bilmaymiz. Biroq bir g'alati hol shuki, mushu bir necha yil vaqt ichida yuz bergan meteoritlash vaqasidan qaraganda va yoki yer sharidan surkilib o'tib ketgan bo'lsa, yoki odam bo'rishda o'zigidan parchanib ketgan bo'lsa, o'zigidan parchalash hodisasi. Surkilib o'tib ketganlar bo'lsa, bizning baxtkaligimiz hisoblanadi. Biroq biz shunchalik taleylikmi? Va balkim bir xil kuch bizni yushiruvchi qo'g'davotamdi. Balkim siz ishonmasligingiz mumkin. Lekin 2013-yili 2-oyning 15-kundagi Rossiyada yuz bergan meteoritlash vaqasi balkim sizning o'ylaganlaringizni tubdan o'zgartirib o'tishi mumkin. Undaqda siz Rossiyada yuz bergan meteoritlash vaqasini bilamsiz. Mazmunning davomi bor. Davomi qiziqsangiz salonimizga qo'shilib bir raqamini yo'llang.